Birinchi marta tayyorlab ko'rishimda bunaqa o'xshab chiqadi deb o'ylamagan edim. Assalomu alaykum. Zefirni ishonchli retseptini topdim. Zefir tayyorlash ancha murakkab bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, lekin bu retsept ancha ishonchli va juda ham oson ekan. Shunga siz bilan ham bu retsept bilan bo'lishmoqchiman. Olmadan pyure tayyorlab qilamiz. Xohlasangiz boshqa mevalardan ham foydalanishingiz mumkin. Olmani yuvib, o'rtadagi danaylaridan tozalab olamiz. Keyin duxovkani 160 gradusda taxminan 25 daqiqa pishirib olamiz. Yumshab pishgan olmalarni yaxshilab sovutib olamiz. Olmalar yaxshilab sovigandan keyin blenderda yaxshilab ezib olamiz. Mana olmali pyureyim, olmam suvsizroq bo'lganigami yoki duxovkada uzoqroq qolib ketganigami juda ham quyuq bo'lib qoldi. Keyin pyureyimizni sitadan o'tkazib olamiz. Asosiy ishimizni boshlashdan oldin konditer qopchamizni ishga tayyorlab olamiz. Chunki zefir tez qotib qoladi. Endi bitta kastrulkaga pyureyimizni solamiz. Orqasidan suv, shakar, agar-agar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Gazga qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin taxminan 4 daqiqacha qaynatish kerak ekan. Pyureni gazga qo'ygandan keyin boshqa idishda tuxum oqini qattiq ko'pib bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Keyin shakarni oz-ozdan qo'shib, yana ko'pirtirib olamiz. Keyin bir chimdim limon kislotasini ham qo'shib, ozgina ko'pirtirib olamiz. Pyureni agar termometr bo'lsa 118 gradusgacha qaynatib olish kerak deb aytilgan edi. Lekin meni pyureyim quyuq bo'lganiga 118 gradus bo'lgunicha kuta olmadim, chunki tegiga olishni boshladi. Pyuresini tinmasdan aralashtirib turing. Shu taxminan qaynashni boshlaganidan keyin 4 daqiqacha qaynatib turasiz. Tayyor bo'lganidan keyin tuxum oqiga oz-ozdan qo'shib yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'ryapsiz, meni pyureyim juda ham quyuq bo'lgan. Videodaginikida esa ozgina suyuqroq edi. Hammasini qo'shib bo'lganimizdan keyin yana qattiq ko'pib bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Videoda ko'rib turibsiz, baribir qanaqa quyuq, chiroyli massa chiqyapti. Tayyor bo'lganidan keyin tayyorlab qo'ygan konditer qopchamizga massamizni solib olamiz. Keyin pergament ustiga o'zimiz xohlagan shaklni berib, zefirlarimizni chiqarib olamiz. Men birinchi martada menda bunaqa o'xshasa kerak deb o'ylamagan edim, lekin ko'rib turibsiz, juda ham yaxshi chiqdi. Keyin ustiga kraxmal va shakar upasi aralashmasini sepib, ortiqchasini qoqib tashlaymiz. Shakar upasini ko'p solish kerak emas ekan, chunki shakar upasi erishni boshlar ekan. Mana natija. Xohlasangiz shokolad eritib, ustiga shokolad qo'ysangiz ham zo'r chiqadi. Menga obuna bo'lib